Bu ikkinchi etajga chiqish zinasi ko'rganingizdek shu holatda. Ya'ni bozorning yuqoridan ko'rinishi. Ikkinchi etajimizga chiqqandan bu yerda asosiy oshxonalar bor ekan, ya'ni oshxona ikkinchi etajda ekan. Ovqatlanamiz desangiz, shu yerda ovqatlansangiz bo'ladi. Asosiy beda qarindosh to'g'onlari bilan ko'rishaman degan aholi ekan. Qabil mahsulotlarining baholarini ko'ramiz. Nejo firmaniki, ulus firmaniki. Bahasi nasi o'zingiz tushunadigan odam bo'lsa tushunadi. Nechani bahasi chasmi ekan? Senasi 1 million 200 ming so'm. Mana shuni o'zi. Kechalik ekanmi? Nimada? Mana o'zi shirinlikni solishtirib ko'ringlar. Hozir lampochkaning ham turlari bor ekan. 28 watt dedi. Inish firmaniki. Bahosi 18 ming so'm. O'zimizni u yon bilan bemalol solishtirib ko'rsangiz bo'ladi. Bu yoqdan ham bor. Bu mahsulotlar u yonda bor. Topsa oladi, u yonda ishlab chiqarsa. Aholi dimchi. Allah magazin ilik. Lekin bomba atmosferasi zo'r, atmosferasina gap yo'q. Banda chalak, palak bilan ilingan. Palaklar bahosi 16 ming so'mdan ekan. Bu baholar aytilganidan sotiladimi yo bo'lmasa kelishilganmi? Ya'ni uz ko'proq qiladigan bo'lsa. Demak, optim senada yana chursa bo'ladi. Necha kiloli ko'chalak? 18 litr. Bu yerda kolani bahosini ko'ramiz. Necha so'm shuni bahosi? Manatdanmi 5? Shunda 3,5 ming so'm. Mana olamiz 3,5 ming so'm aka. Ichki bahosini aytamiz sizlarga. Ta'mini, boshqasini. Energetik bor, kolalar bor. O'zingizga kerak mahsulotlarni mazin topsangiz bo'ladi. Aloe bida bor ekan. Bular 3,5 ming so'm ekan. Bida energetik mahsulot. Kola sotadigan edi, ya'ni bida kola odi yo'q. Ya'ni sinegris kolada vajar topishingiz qiyin bo'ladi. 5-chi mahsulotlarni topsangiz bo'ladi. Bahosi 3,5 ming so'm ekan, ya'ni beramiz. Bismillah. Ta'mi bir ekan. Bu yoqchikasi 75 ming so'm ekan. Naskina esa sifati adashmasam yipti. Bu yonda bormi shuni naskichilar o'zingiz aytinglarkan bahosi. Bizda metrajda bor ekan, metrajlar bahosi har xil. Buni tovar nol dedi buni? Tulqi. Tulqimi? Qancha so'm ekan? Bahosi. Tulqi deganlar shu. Tulqi 3 metri 65 ming so'm ekan shun. Hammasining bahosi tulqi. Buni materiali trapmi nol dedi. Nereden geldiniz ha? O'zbekmi? Shavotdanmi yo boshqadanmi? Urganchdanmi? Bahosi farq etadimi u yon bilan? Ishi 65-75 etadi. Har qanday har xil ekan-da. Asosiy ichimliklar arzon ekan. Yana shu narsa 42 ming so'm ekan. Naskilar, turkman naski. Sortiment dim ko'p. Puxli naskilar bor. 2 metra 1,5 yilda 35 ming so'm. 135 ming so'm. Har qanday har xil baho. Bu yondagi baho bilan birmi? Senasi. Aytinglar. Yana shu vajina 230 ming so'm dedilar. Buni ham o'zlari tikmaga qarab tur. Chapon 315 ming so'm. Shuni yek ko'rsin qay? Asosiy shu vajimiz 315 ming so'm ekan. Qani, aynalka. Buning ham turlari ko'p ekan. Oryanda 800 ming so'mlik ham bor ekan bu. Bu 200 ming. Bu ichini narsasiga qarab o'zgaradi ekan. Sifatini qarab. Hammasi o'zbek ishlar. Narsa 56 ming so'm ekan. Bu yondagi bahosini solishtirib ko'rasizlar. Ular bahosi manatdanmi, so'mdanmi durganlar? Bu yerda faqat patinka nalar sotiladi ekan. Ya'ni o'zlari ishlab chiqarib o'tirgan nalar. Hozir ishi xushro'y ekan, go'zagun degani, shuni bahosini so'rab beraman sizga. Bo'tchadan so'mda 56 ming so'm. Hammasi 50 oldimi magazindagi? 56 ming so'm. Ishi 56 ming so'm ekan. Bahosini o'zingiz ko'rasiz. Krasovka va sotadigan, tufli sotadigan magazin ilik ekan. Afsus. Buning manati 650 manat. Mana shu.
ishvach. Shunda aytsam, so'mda 420 ming so'm. Assortimentlar ko'p. Mana shu chasam shu. Buni postdan chiqarganda hech qanday muammo bo'lmaydimi? Ha, bo'ldi. Shuncha. Ha. Assortiment ham ko'p, ko'rganingizdek, har xil vajjabo o'yinchoqlar. Asosiy qo'l mehnatlari bular. Biza shu narsani 40 ming so'mga oldik. Shundan 12 shtuk bo'ladi. Bu yerda joy namozlar ham nalar ham bor ekan. Sumkalar ham bor ekan. Samarqand sumkasi Turkmanistonda. 40 ming so'mga sotib oldim. Ya'ni podarka sifatida Turkmanistondan podarka deb do'stlarimga. Ya'ni shu Hazarasipda aytchasam, Hazarasip bozorida. Antipris, ya'ni mashina solinadigan antiprislar baholari ekan. 64 manat. Ha, Pepsi. Ha, bizlarda kola deb aytiladi. Ichasam ekan buni donasi. Qo'linda sumkasi bormi? Demak, zinach o'zbek. Hazarasip. Bloger. Ha. Mahsulot bahosi 50 manat ishini. Aynan o'zbeklar oziq ovqatda. Çok yo'q. Asosiy yeb icharda ekan bizlar xalq. Man bozori, bu yerda esa oziq ovqat do'koni. Ishini ichindagi hammasi o'zbek. Kola, o'zimiz kola bor ekan, 9 ming so'm ekan. Beda bahosi. Mana bahosi yozilgan. Fanta. Assortimentlar ko'p. Ko'rganingizdek, biz birinchi etaj ham, ikkinchi etaj ham baholarini solishtirdik, ko'rdik. U yondagi do'stlarimizga shuni oldik. Oshxonasini esa ovqatlanish joyi yo'qligi uchun butun o'zbek turkman qardoshlar bir-birisi bilan ko'rishib turibdi ekan, gaplashib turibdi ekan. Shuning uchun bu yerda ovqatlanish joyi yo'q. Shuning uchun o'zlarimiz o'zbek tarafga o'tib ovqatlanib, endi o'zbek tarafi bahosini chiqarib beramiz. Turkmandagi bo'lgan sayohatimiz o'z yakuniga yetdi. Endi esa O'zbekiston bozoriga borib ko'ramiz. Bu yerda O'zbekistondan kelib turib biznes etolmaydi ekansiz. O'zbekistondagi mahsulotni Turkmaniston bozoriga kelib turib sotishdagi umuman iloji yo'q ekan. Shuni bildim. Bu yerda arendaga magazin olib turib chiqishning ham iloji yo'q ekan. Hamma o'zbek shu yerda qo'linda paketda sumka, bilinmay chiqtir oziq-ovqatlari olib O'zbekistonga do'sh turibdilar. O'zbekistonga o'tish uchun o'chirtiribdi. Ko'rganingizdek, aholidim ko'p. Yan taraf Turkmaniston taraf, ya'ni Turkman bozori, yoqdan taraf. Aholi ular hammasi o'zbeklar. Ya'ni o'zbek narsani chegarasiga kirish maqsadindadir. O'zbekistonni Turkmanistonga o'tadigan yerindaman. Aholi bu yerda yo'q. Ya'ni chiqishda hech qanday muammo yo'q. Turkmanistona, ya'ni O'zbekistonda maishiy texnikalar ko'psa o'ttirdi. Bu O'zbekistondagi aholi. Tarafdagi mehmonxonadaman. Bu yer lyuks xonasi ekan. Ya'ni bu yerda yotish 300 ming so'm. Ya'ni banaga bu taraf tualeti, ya'ni banisi bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Bu taraf esa ya'ni yukingizni, mahsulotlarni vajangiz qo'yadigan yer ekan. İçan taraf atmosferasi o'zi zo'r, issiqqina zo'r. Sizlarni tavsiya etaman kelish. Pollux. Bunda içinde tuvalet olmaz yok. Ha, bunda. Buning sayti nechaso'm? 300 mü? Şurada yazın. Ha, 3 soati 300 ming so'm. Pollux. Shunda 80 ming so'm. 2 odamlik. Ve zakis, biz zakis qabul etardik. Bo'ldi. Keyin bunda oddiy prostoy narsa. Katta. Ha.